Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Akalar, o'zim kuzatayotganlar, tug'anlar, birodarlar. Ikki etajli istaladigan pechkamizni birinchi etaji. Kichkina duxovka, o't yonadigan joy, tozalaydigan. Tortmadan ligirovka bo'ladi. O't yonyapti. O'tni ko'proq yoqyapmiz, sababi pechka quruvasiga ko'p solyapmiz o'tni. Eshiklari ham qizib ketdi. Ovqat qilganda mana vitishga qilib qo'ydik. Ovqat qilganda ochib qo'yadi, ovqatni parini hidini tortib turadi. Ovqat qilib bo'lgandan keyin yopib qo'yadi. Termostoykada temirlarini, shoflarini qora termostoykada kraskalanadi. Sho'rlari Coca-Cola bilan yuviladi. G'ishlari o'zi laklanadi. Orqasini ko'rsataman. Eslatib o'tamiz. 2 etajli isitadigan pechkalarimiz 43 ming so'mdan boshlanib 75 ming so'mgacha O'shda atrofida, materiali ichida. O'shdan uzoqlashib ketgan sari yo'l kirasi qo'shilib qoladi. Porterga yo'l kira. Bitta kichkina duxovka startamida hamma yoq pishirsa bo'ladi. Mollari endi quriyapti, mayoqlari qurib bo'ldi. O'sha ortog'idan hozir ikkinchi etajga chiqib, ikkinchi etajni to'g'rilab ko'rsataman. Mana ikkinchi etaji. Hozir tozalaydigan qani deydiganlarni ko'rsatamiz. Mana bu shahardagidek listi yopishib, chekalariga mixlar qoqilib, g'ishtlarni shoflariga mix qoqilib, svarka bo'lib, kanal ichida peregorodkadan mana qilib oltili simlar o'tib bu betga list teshilib, keyin ashi simni svarka qilingan mana. Temir ishib ketmasligi. Bu taraf. Bu suvoq nemis suvoq, kecha suvoq ketishdi. Mo'u sentralniy kanal tozalaydigani. Bunda ikkita kanal tozalanadi. Birinchisi kirishadan tushgan, tomdan tushgan mo'rini, ikkinchisi o'rta kanal tozalanadi.